Okalar, shunaqa mahallaga kelganman, qaranglar, qo'shnilar, qo'roslar, hammasi ikki etashkali dang'illama uchastka bor. Bu yerda bor, sentraning kanalizatsiya ham bor ekan. Men shunga hayron qoldim. Kelgan joyimizda Nazarbek bo'ladi, okalar. Postdan mana shu turgan joyimizgacha rovni 2,5 kilometr kiriladi. Aniq mo'ljalimiz pochtani hamma biladi-yu, pochtani to'g'risidagi Qoraqamish ko'chasi deyiladi ekan. Bu akalar tupik mahalla bo'ladi. Sotilayotgan uchastkamizda mana shu joyimiz bo'ladi. Yer hisobidan ham ancha arzon narxda sotilyapti. Fasadimiz 14 metrni tashkil qiladi. Endi joy egalari aytibdilar, "Mana navis pamix bermaydimi, aka?" desam, "Bular bilan kelishilgan holda rozilik bilan mana shu navis qildirganmiz" deyapti. Endi bu kim sotib olsa, imorat quraman desa, buni bular qo'shnilar olib tashlaymiz, muammo yo'q undan deyishgan ekan. Xo'p, yerimizda to'g'ri burchak, okalar, zo'r shikalat uchastkani tursanglar bo'ladi. Marhamat. Kirib kelar ekanmiz, ko'rosizlarmi, o'zini etek tarafida bir etashkali imorati bor. To'g'ri burchak. Endi mana bu o'tlarga ahamiyat bermaymiz, okalar. Buni tozalab olib, bitta uburka qo'yib, cho'tki uchastkani mana shu ko'tarib olsanglar bo'ladi. Yo tarafda xonasi bor, bu yoqda ham xonasi bor. Xo'p, etek tarafda hojatxonasi, sanuzuli bor. Xo'p, mana bunaqa mushuklar ham bor, mana ko'rasizlarmi? Qaranglar, mana bu yoq tarafimizda AGVS joylashgan. Tapchanli zona ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda AGV joylashgan, gazlari joylashgan. Yer hisobidan ham arzon narxda sotilyapti. Suv naporni ham bitta ko'rib olamiz. Mana, ko'ryapsizlarmi? Kanalizatsiya bor deyishsa, men telefonda ishonmadim, lekin kelib ko'rdim. Qo'shnilar bilan hammaligisi pul tashlashib, kanalizatsiyani olib kirib olishgan ekan. Ko'ryapsizlarmi? To'g'ri burchak. Bu yoq tarafda mana yuvinish xonasi. Xo'p, mana bu tarafda hojatxonasi. Endi buni akalar, mana shuni biz tashlaysizlar. Xohlasanglar, bitta mo'ldan bor-u, tomlarini, devorlarini, fasadlarini, romlarni alishtirib yashaversanglar ham bo'ladi bemalol. Xohlasanglar, yangi uchastkani ko'tarib olsanglar bo'ladi. Endi buni narxi keladigan bo'lsa, umumiy maydonimizda 4,5 sotuvni tashkil qiladi. Narxi, startli narximiz 71.500 bo'lsa baraka qilishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, past raqam qoldiraman.